Hozirgi Aquamarine klinikasi 2012-yillarda juda ham bir tashlandiq holatda edi. Biz uni komandamiz bilan 1 oy davomida tekshirib, uni rekonstruksiya qilib, uni yaroqli yoki yaroqsizligi to'g'risida boshidan fundamentdan tomigacha bo'lgan konstruksiyasini hammasini o'rganib, kerakli xulosalar berganmiz. Uni hovlisida juda ham ko'p eski binolar bor edi, ular hammasini buzdirib, ichkarida basseynlar bor edi, basseynlari hammasi yaroqli yoki yo'qligi, uni klinikaga o'zgartirish munosabati bilan qanaqa holatdaligini aniqlab, beton markalari, g'ishlari, uni ichkarida joylashgan diafragmalari hammasini ko'rib, uni zilzila bardoshligi to'g'risida ma'lumotlarni to'liq raschotlari bilan qilib, xulosalar berganmiz. Aquamarine oldingi holatini bilmayman, balki u ham sanatoriya bo'lgan bo'lsa kerak, lekin rekonstruksiyadan keyin bu aniq meditsinskiy sentr bo'ldi. Hozirgi kunda ko'plab yurtdoshlarimizga xizmat qilib kelmoqda. Eng qiziq holatlardan biri tekshirish jarayonida shu qurilgandan beri, по-моему, podvalga uni hech kim kirmagan. Shu qulflarni o'zimiz ochib, buzib kirganimizda eng asosiysi podvallar qup-quruq, hech qanaqa suv o'tmagan, juda bir yaxshi holatda bo'lgan. Necha yil lekin shu holatda turganligi aniqlandi. Biz bu Aquamarine'dan tashqari 21 yil davomida bir qancha, ya'ni 4200 dan oshiq obyektlarni tekshirib kelganmiz va hozirgacha shu faoliyat bilan shug'ullanamiz.